Dostlar, sizlerмен birge men Yan Kira, Lil Kira X. Bugun men sizlarga жаңадан видео dayınladım. Bugungi video mening suyukli animem Attack on Titan жайлы dostlar. 3-sezonning treyleri chiqdi. Chiqqani ko'p bo'ldi. 3-sezonning 1-seriyasi shildening 22 kuni chiqadi. Odan keyin kelesi seriyalarni qachon chiqarini bilmayman. Odan keyin 9-tamuz kuni Mikasa turali OVA chiqadi. Ya, men buni ko'p kutdim dostlar. Sal chidarsanizlar, men o'ta qattiq kutib jirman. Attack on Titan'ni kim yaxshi ko'radi, kim o'sha animeni ko'rgan? Men misol Attack on Titan'ni 2 sezonda ko'rdim, OVA'larında ko'rdim, mangasini o'qidim. Короче, men fanatiman desemga bo'ladi. 3-sezoni o'ta qiziqdi bo'ladi. 3-sezonning qattiq kutuvdiman. Agar sizlar de kutib jursangizlar, like bosamiz o'sha videoga. Sizlar men bo'lgan. Yeah.